Nimaga syomniy protez taqqaningizda ovqat ta'mini umuman sezmaysiz? Videoni oxirigacha ko'ring, sababini va yechimini albatta aytib o'taman. Aslida esa ta'm retseptorlarining ma'lum bir qismlari taynlayda joylashgan bo'ladi. Protez esa juda ham katta qismi taynlayni yopib qo'yganligi sababli signal miyaga kamroq yetib boradi. Natijada yeyotgan ovqatingiz ta'msiz bo'lib tuyuladi. Ikkinchi sabab bosim tishga emas, balki milkka tushadi. Tabiiy tishlarda va implantlarda bosim tish yoki implant orqali suyakka va nervlar orqali seziladi. Syomniy protezda bo'ladigan bo'lsa, unda bosim to'liq faqat milkka tushadi. Bu esa chaynashni sun'iy his qildiradi, ovqatni qattiq yumshoqligi va ta'mini to'liq sezishga xalaqit beradi. Uchinchi sabab harakatlanish va noqulaylik. Syomniy protez ovqat chaynayotgan paytda protez qimirlab ketadi. Ko'p holatlarda esa og'izda havo ham kirib qoladi. Bunday holatlarda miya asosiy fokusni ovqat chaynashga emas, balki protezni og'izda ushlab turishga qaratadi. Bu esa o'z-o'zidan ovqatning ta'mini yanada sezilishini pasaytirib yuboradi. Xo'sh, yechimi bormi? Albatta bor. Bu implantlarga tayangan protezlar, ya'ni All-on-4 yoki All-on-6 metodlar. Bu usullarda biz sizga yuqori yoki pastki jag'ingizga 4 ta yoki 6 dan tish implantlarini o'rnatib beramiz va ularning ustiga estetik, funksional va eng muhimi qimirlamaydigan tish protezlarini o'rnatib beramiz. Bunda tanglar yopilmaydi, bosim esa suyaklar orqali tarqaladi va eng muhimi ovqatdan o'zingiz tabiiy tishlaringizdek kabi seziladi. Xo'p, endi yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz implantatsiyadan qo'rqishlari mumkin, lekin biz bu muammoni ham hal qilib qo'yganmiz. Buning yechimi zamonaviy shablon, ya'ni navigatsion xirurgiya orqali implantlar kam kesish orqali aniqlik darajada implant qo'yiladi. Agar siz ovqat ta'mini chinakam ma'noda his qilishni istasangiz va eng muhim odamlar oldida chiroyli tabassum qilishni xohlasangiz, unda ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va konsultatsiya uchun o'z joyingizni band qiling.